Hoy, 2 kun oldin sen bilan tanishtirgan do'stim bilan kechki ovqat qanday bo'ldi? Kimni aytyapsan? Nima deyapsizlar, siz ikkalangiz? Bilasiz-ku oyim qizg'anishlarini. Nega qo'rqib ketyapman? Ko'zingni yum, baribir qo'rqyapman. Qiziqarli eshitilyapti. Aytaver, aytaver. Nima? Kim ekan o'sha? Hali unga aytmadingmi? Azizim, mendan chiroyli ekanmi? Oyi, sizdan chiroylirog'i yo'q. Bilaman. Lino, nima? Kecha uchrashganimizni ularga ayt. Hammasi joyida. Men ham bugun bittasini uchratdim. To'xta, nima? Dadang haqida bitta yaxshi gap ayt. Dadam tez-tez ko'chaga aylanishga chiqadi. Demak dadang uyda bo'lishi senga yoqmaydi. Ha, senga ertaroq uxlashga yot deb aytaman-ku. Nima bo'lgan o'zi bu oilaga? Chan erta uxlashga yotdi, ammo dadam bu sir o'rtamizda qolsin dedi. Meni kechir azizim.